Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun Ilhom Qahhorovni o'qing faqat yig'lamang asaridan bir hikoyani o'qiymiz. Inshaalloh ushbu hikoya sizga menga foydali bo'ladigan umiddaman. Yetimlarning haqqi. Bu hikoya bo'lib o'tgan voqealar asosida Go'rkov tilidan yozildi. Qabriston mo'minlar bilan gavjum. Bir keksa ayol bandalikni bajo keltirgandi. Imom qabristonga mayitani dafn qilish uchun kelgan erkaklarga allanimalarni tushuntirar, attang Alloh kechirsin deb eshitilmas bosh chayqab qo'yardi. Shovqin suronli bahs munozaradan so'ng marhumani qabul qilmayapti. Bu ketishda Shomga qolib ketamiz. Bu banda qanday gunoh qilgan ekanki, lahatga 3 bora qo'ysak ham yer qabul qilmayapti. Ahli mo'minlar, sizlar uning haqqiga duo qilib turinglar, zora Allohning rahmi kelsa. Bu orada duoga qo'l ochgan erkaklardan biri Astag'firulloh, ilonlar deya orqaga tisirildi. Mayitaning ustiga qoramtir ilonlar chirmashib olgan. Go'rkov ularni olib tashlashga harchand urinmasin, lahatning ichidan qaynab chiqayotgandek ilonlar ko'paygandan ko'payib borardi. Marhumaning turmush o'rtog'i shu yerdami so'radi ilojsizlikdan imom. Nimagadir avvalroq ko'rinish bermagan erkak sekin asta odimlab, "Men" deya javob berdi. Bu ayolni qanday gunohi borki, yer qabul qilmayapti? Albatta bu Allohga ayon, Alloh o'zi kechirsin. Ayolingiz birovning haqqiga xiyonat qilganmidi? Erkak imomni chetga oldi. Bundan 13 yil avval katta o'g'lim vafot etdi. Undan yodgor 3 farzand, 2 o'g'il, 1 qiz qoldi. O'g'limning vafotidan so'ng beva kelinim va nabiralarimga ayolimning munosabati o'zgardi. Oxir oqibat ularni uydan haydab soldi. Mahalla ko'y orasida qaddim bukildi. Keyin kichik o'g'limni olib chet elga ishlagani ketdim. Uy yerda quruvchilik qilib nabiralarimga uy uchun pul to'ladim. Kichik o'g'lim esa kasbdosh do'stlari bilan cho'milishga ketgandi, qaytib kelmadi. Izlamagan joyim qolmadi. Na tirigini, na o'ligini topa olmadim. Bu mudhish voqeadan keyin u yerda ham ishlay olmadim va yana Toshkentga qaytdim. Ayolimga, nabiralarimga uy olib berish uchun ishlab topgan bor budimni berdim. Men ahmoq, unga ishonibman. U esa pullarga qizim Saidaga tilla taqinchoqlar olib beribdi. Pulning qolgan qismini esa o'z ehtiyojiga sarflab yuborgan. Men qizimga, onang yetimning haqqini yulib, senga tilla zanjir olib bersa, olaverasanmi? Axir ular jigaringning bolalari-ku, ularga rahming kelmaydimi desam, u kelin begona, nabiralaringiz esa katta bo'lsa yo'lini topib ketadi deb javob qildi. Shu voqeadan so'ng uydan bosh olib chiqib ketganman. Aslida qizimning bu gapiga tarsak tortib, aqlini kiritib qo'yishim kerak edi. Menga ham oson emas. Bir o'g'lim vafot etdi, biri domdaraksiz yo'qoldi. Balki o'shanda ayolim norasidalarni uydan haydamaganida men ishlagani ketmasdim, o'g'lim ham yo'qolmasdi. Nabiralarim esa o'z ota uyida ulg'ayardi va ayolimni so'nggi manzilga bu kabi ayanchli ahvolda kuzatmasdik. Bu gaplarni eshitgan imom chuqur xo'rsindi. Bandasining gunohlarini Allohning o'zi kechirmasa biz ojizmiz. Har qalay qiz bo'lsa ham farzandingiz bor ekan, har kuni kelib onasi uchun Alloh roziligi uchun Qur'on tilovat qilsin. Mayitaning ustidagi ilonlar Allohning amri bilan kelgan. Ular yetimning haqqini so'rash uchun ayolingizni chirmab olgan. Yer esa bir paytlar ayolingiz yetim bolalarni haydagan uchun unga ham joy bergisi yo'q. Birozdan so'ng yana janoza namozi o'qildi. Imom to'planganlarga bir varaq qog'oz tutqazdi va shu duoni baland ovozda o'qiysiz dedi. Atrofdagilarning ko'zi duv yosh oqardi. Biz ham sening huzuringa borguvchimiz, gunohlarimizni kechir. Otasidan imomning aytganlarini
eshitgan qiz onasi uchun duo qilishga qabristonga keldi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, yer uni hamon qabul qilmagan, qabr ustida mayitaning itlar talayotgandi. Qiz shu zahoti o'z o'limini, u ham onasining gunohiga sherik ekanini, qachonlardir shu ahvolga tushishini o'ylab dahshatga tushdi va qilgan gunohlar uchun tavba qildi. Yetimning haqqi 7 daryoni quritar degan gap naqadar to'g'ri ekanligiga amin bo'ldi. Ularning haqqini bugunoq qaytaraman. Oyim bergan taqinchoqlarni akamning yetim bolalariga beraman, ularni o'z ota uyiga olib kelaman, o'yladi o'zicha. Oradan yarim soat o'tib, ota yana bir mudhish xabarni eshitdi. Qizingiz avtohalokat tufayli halok bo'ldi. Dunyoning ishlarini qarang. Qilgan gunohlar uchun tavba tazarru qilishga ham ulgurmadi bandasi. Yetim bolalari o'z ota uyiga qaytib keldi. Hozir bir paytlar haydab solgan buvisi va ammasi haqqiga gunohlarini afv etishini so'rab, Qur'on tilovat qilishadi. Eshitganingiz uchun rahmat. Inshaalloh ushbu qissa sizga menga foydali bo'ldi degan umiddaman.